Avtomobillar qanday qilib harakatlanishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Ularning yuragi ichki yonuv dvigateli. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ichki yonuv dvigateli fanining vazifalari va manbalari haqida gaplashamiz. Nega ichki yonuv dvigatellari bugungi kunda ham muhim hisoblanadi? Avvalo, ular transport energetikasining asosiy manbalaridan biri bo'lib, millionlab avtomobillar va yuk mashinalari va qishloq xo'jaligi texnikalarining harakatini ta'minlaydi. Ichki yonuv dvigateli avtomobil va traktorlarning yuragi hisoblanib, uning samarali ishlashi butun transport tizimining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy dvigatellar yonilg'idan unumli foydalanish orqali energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida zararli chiqindilarni kamaytiruvchi innovatsion texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Bugungi kunda esa sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlari dvigatel ishini nazorat qilish, diagnostika qilish hamda uning samaradorligini yanada oshirish imkonini bermoqda. Shu sababli ichki yonuv dvigatellari fanini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida o'rganish va takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuning asosiy maqsadi talabalarga ichki yonuv dvigatellarining nazariy asoslari, kinematikasi va dinamikasi bo'yicha chuqur bilimlar berishdan iborat. Dars davomida dvigatellarning ish sikllari, yonish jarayonlari, issiqlik balansi hamda krivashib-shaton mexanizmi dinamikasi o'rganiladi. Shuningdek, dvigatellarning ekologik ko'rsatkichlari tahlil qilinib, zararli chiqindilarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish usullari ko'rib chiqiladi. Natijada talabalar ichki yonuv dvigatellarining ishlash tamoyillarini, energiya almashinuv jarayonlarini va zamonaviy transport vositalarida qo'llaniladigan texnologiyalarni chuqur o'zlashtiradilar. Ichki yonuv dvigateli fanining o'rganish obyektlari ichki yonuv dvigatellarining tuzilishi, ishlash nazariyasi va amaliy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu fanda dvigatel konstruksiyasi, asosiy tizimlar, detallar va mexanizmlar chuqur o'rganiladi. Shuningdek, termodinamik sikllar, ish jarayonlari, yonish jarayonlari, kinematikasi, kuchlar va momentlar ta'siri, dinamik hisoblari ham muhim o'rin egallaydi. Bundan tashqari, issiqlik balansi, issiqlik almashinuvi, sovutish va moylash tizimlari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy diagnostika vositalari orqali dvigatelning texnik holati aniqlanadi. O'lchash va nazorat qilish ishlari amalga oshiriladi. Ekologik bo'limida esa ifloslantiruvchi moddalar, emissiya me'yorlari va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari o'rganiladi. Shu sababli ichki yonuv dvigateli fani transport vositalarining samarali, xavfsiz va ekologik jihatdan maqbul ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ichki yonuv dvigateli yoqilg'ining yonishi natijasida hosil bo'lgan issiqlik energiyasini mexanik energiya aylantiruvchi issiqlik mashinasidir. Avvalo, dvigatelda yoqilg'i uzatiladi, so'ng yonish jarayoni sodir bo'ladi. Yonish jarayonida natijasida yuqori bosim hosil bo'lib, bu bosim porshinni harakatga keltiradi. Porshinning ilgarilanma harakati tirsakli var orqali aylanish harakatiga aylanadi. Natijada avtomobil harakatlanish uchun zarur bo'lgan quvvat hosil bo'ladi. Ichki yonuv dvigatellari yuqori quvvat, energiya samaradorligi va ishonchlilik va uzoq muddat ishlash xususiyati bilan transport sohasida muhim o'rin tutadi. Ichki yonuv dvigatellarining yaratilish tarixi 19-asrda boshlangan. 1860-yilda Lenoir birinchi bo'lib u dvigatel yaratadi. Bu ixtiro keyinchalik dvigatelsozlik rivojiga asos bo'ladi. 1876-yilda Otto 4 taktli gaz dvigatelini ishlab chiqib, dvigatellarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. 1889-yilda Kastovich ichki yonuv dvigatelining nazariy asoslarini ishlab chiqadi. 1897-yilda Rudolf dizel dvigatelini ixtiro qiladi va patentlaydi. 1906-yilda esa Grinevskiy dizel dvigatelini takomillashtirib, uni amaliyotga tatbiq etadi. Shu tariqa ichki yonuv dvigatellari bosqichma-bosqich rivojlanib, bugungi zamonaviy transport vositalarining asosiy quvvat manbaiga aylanadi.
Ichki yonuv dvigatellari bir nechta belgilari bo'yicha tavsiflanadi. Vazifasiga ko'ra ular statsionar va transport dvigatellariga bo'linadi. Statsionar dvigatellar asosan qurilmalari va generatorlarda, transport dvigatellari esa avtomobil, traktor va boshqa harakatlantiruvchi texnikalarda qo'llaniladi. Yoqilg'i turiga ko'ra ichki yonuv dvigatellari benzinli, dizelli va gazli dvigatellarga ajratiladi. Ish sikliga ko'ra ular 2 taktli va 4 taktli dvigatellardan iborat. Har bir tur o'zining tuzilishi, ishlash prinsipi, quvvati, qo'llanish sohasi bilan farqlanadi. Shu tasnif dvigatellarning to'g'ri tanlash, ulardan samarali foydalanish va ularni chuqur o'rganishga muhim ahamiyatga ega. Silindrlar joylashishi ichki yonuv dvigatellarining konstruksiyasi, quvvati, tebranish darajasi va ishlash samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Silindrlar vertikal joylashganda dvigatel oddiy tuzilishga ega bo'ladi va ixchamligi bilan ajralib turadi. Parallel yoki bir qatorli joylashuv ko'p silindrli dvigatellarda yuqori quvvat va samaradorlikni ta'minlaydi. 6 qatorli dvigatellar barqaror ishlash va yuqori moment hosil qilish bilan muhim ahamiyatga ega. Va shaklli dvigatellarda silindrlar 2 qatorli joylashtirilib, ixchamlilik, yuqori quvvatga erishiladi. Qarama-qarshi, ya'ni bokser dvigatellarda esa silindrlar 2 tomonga qarama-qarshi joylashadi. Bu esa tebranishni kamaytirib, muvozanatli ishlashni ta'minlaydi. Shu sababli silindrlar joylashishi to'g'ri tanlash dvigatelning ishonchliligi, yoqilg'i tejamkorligi va ekologik samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Dvigatelning asosiy ko'rsatkichlari uning ishlash samaradorligi, quvvati va iqtisodiyligini baholash uchun muhim hisoblanadi. Quvvat dvigatelning ma'lum vaqt ichida bajargan ish miqdorini ko'rsatadi. Yonilg'i sarfi esa dvigatel ishlashi davomida qanchalik yoqilg'i sarflanishini bildiradi. Aylanishlar soni Kirbashev shaturvalining 1 daqiqadagi aylanish tezligini ifodalaydi. Foydali ish koeffitsiyenti dvigatel sarflagan energiyaning qanchalik foydali ishga aylanishini ko'rsatadi. Ekologiklik esa dvigatelning atrof muhitga ta'siri darajasini belgilaydi. Shu ko'rsatkichlar orqali dvigatelning samaradorligi, ishonchliligi, yoqilg'ining oqilona foydalanishi, ekologik xavfsizligini aniqlaydi. Termodinamik sikl dvigatelda sodir bo'ladigan issiqlik va mexanik jarayonlar majmuidir. Bu jarayon bir nechta bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqichda aralashma yoki havo silindriga kiritiladi. Ikkinchi bosqichda porshin yuqoriga harakatlanib, aralashmani siqadi. Uchinchi bosqichda siqilgan aralashma yonadi, katta miqdorda issiqlik energiyasi hosil bo'ladi. To'rtinchi bosqichda esa yonish jarayoni hosil bo'ladi, gazlar porshinga pastga itarib, mexanik ish bajaradi. Keyingi bosqichda porshin yuqoriga harakatlanib, yonish mahsulotlari silindrdan chiqadi. Shu tarzda termodinamik sikl issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirib, dvigatelning barqaror quvvat, moment hosil qilishini ta'minlaydi. Otto sikli benzinli dvigatellarning asosiy ish sikli bo'lib, uchqun bilan alangalanish va yuqori aylanish chastotasini ishlash xususiyatiga ega. Bu sikl 4 bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqich so'rish jarayonida porshin pastga harakatlanadi va havo bilan benzin aralashmasi silindrda so'riladi. Ikkinchi bosqich siqish jarayonida porshin yuqoriga harakatlanib, aralashmani siqadi. Natijada bosim va harorat oshadi. Uchinchi bosqich ishlash yoki yonish jarayonida uchqun yordamida aralashma alangalanadi. Gazlar kengayib porshini pastga itaradi va foydali ish koeffitsiyenti hosil bo'ladi. To'rtinchi bosqich chiqarish jarayonida porshin yuqoriga harakatlanib, yonish mahsulotlari silindrdan tashqariga chiqadi. Otto sikli yuqori quvvat, samaradorlik va ixcham konstruksiyaga sababli yengil avtomobillar, mototsikllar, qishloq xo'jalik texnikalari hamda kichik quvvatli generatorlarda keng qo'llaniladi. Dizel sikli dizel dvigatellarda amalga oshadigan termodinamik jarayonlar majmuidir. Bu sikl 4 asosiy bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda havo silindrga so'riladi, ikkinchi bosqichda havo siqiladi, natijada bosim va harorat keskin oshadi. Uchinchi bosqichda yoqilg'i yuqori bosim va silindrda purkaladi va qizigan havo ta'sirida o'z-o'zidan alangalanadi. To'rtinchi bosqichda yonish mahsulotlari kengayib, porshinni harakatga keltiradi va keyin tashqariga chiqariladi. Dizel dvigatellari yuqori foydali ish koeffitsiyenti, yoqilg'i tejamkorligi, ishonchlilik va katta moment hosil qilish bilan ajralib turadi. Shu sababli ular yuk mashinalari, avtobuslar, qishloq xo'jaligi va qurilish texnikalarida keng qo'llaniladi.
Otto va dizel sikllari ichki ona dvigatellarning eng muhim ish jarayonlaridan biridir. Otto sikli benzin dvigatellarga xos bo'lib, yoqilg'i sifatida benzin ishlatiladi va aralashma uchqun yordamida alangalanadi. Bu dvigatellar yuqori aylanish chastotasida tezkor ishlashi, silliq harakati va yengil avtomobillar uchun mosligi bilan ajralib turadi. Dizel siklida esa yoqilg'i sifatida dizel ishlatiladi va alangalanish siqish natijasida yuzaga keladi. Dizel dvigatellarining yuqori foydali ish koeffitsiyenti, kam yoqilg'i sarfi, katta moment, og'ir sharoitlarda ishonchli ishlash bilan farqlanadi. Shu sababli Otto sikli ko'proq yengil transport vositalarida, dizel sikli esa yuk mashinalari, avtobus va og'ir texnikalarda keng qo'llaniladi. Zamonaviy dvigatellar rivojlanishi innovatsiya, samaradorlik va ekologik barqarorlikka yo'naltirilgan. Bugungi kunda sun'iy intellekt dvigatel parametrlarni aqlli tahlil qilish, nosozlikni oldini aniqlash va samaradorlikni optimallashtirish imkonini bermoqda. Gibrid tizimlarda esa ichki ona dvigateli elektr motor bilan birgalikda ishlaydi. Bu esa yoqilg'i tejamkorligini oshirib, zararli chiqindilarni kamaytiradi. Vodorod dvigatellari toza energiya manbai sifatida kelajakning istiqbolli yechimlaridan biri hisoblanadi. Bioyoqilg'ilar esa qayta tiklanuvchi manba bo'lib, kam uglerodli chiqindi ajratish bilan atrof muhit uchun xavfsizroq hisoblanadi. Elektron boshqaruv tizimlari bilan sensorlar yordamida dvigatel ishini aniq nazorat qilib, ishonchlilik va xavfsizlik va iqtisodiy tejamkorlikka erishiladi. Ichki ona dvigatellari ishlashi natijasida karbonat angidrid, azot oksidlari, uglerod oksidi, yonmagan uglevodorodlar va qattiq zarrachalar atmosfera havosiga chiqariladi. Karbonat angidrid iqlim o'zgarishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Azot oksidlari va uglerod oksidi havo sifatini yomonlashtirib, inson salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Yonmagan uglevodorodlar hamda qattiq zarrachalar esa atrof muhit ifloslanishini kuchaytiradi. Shu sababli zamonaviy dvigatellarda zararli chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim vazifa hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ichki ona dvigatellari bugun ham transport energetikasining asosiy quvvat manbai bo'lib qolmoqda. Ular avtomobil, traktor va boshqa transport vositalarining harakatlanishini ta'minlaydi. Otto va dizel sikllari kabi termodinamik jarayonlar dvigatelning samaradorligi, quvvati va yoqilg'i tejamkorligini belgilaydi. Zamonaviy dvigatellar ekologik talablarga moslashib, Euro 6 standartlari, past emissiya texnologiyalar va alternativ yoqilg'ilar orqali atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirmoqda. Sun'iy intellekt, elektron boshqaruv tizimlari, sensorlar esa dvigatelsozlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Demak, ichki ona dvigatellarini chuqur o'rganish, samarali, tejamkor, ekologik xavfsiz va barqaror transport kelajagini yaratish uchun muhim asos hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi taqdimotimizda ichki ona dvigatelning tuzilishi, ishlash prinsipi, termodinamik sikllari, ekologik muammolari va zamonaviy rivojlanish yo'llari haqida ma'lumot berildi. Dvigatelsozlik bugungi kunda sun'iy intellekt, elektron boshqaruv tizimlari va raqamli texnologiyalar asosida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bunday innovatsiyalar dvigatellarni yanada samarali, tejamkor, ishonchli va ekologik xavfsiz qilishga xizmat qiladi. Demak, ichki ona dvigatellarini chuqur o'rganish, barqaror transport, toza kelajak va zamonaviy muhandislik taraqqiyoti uchun muhim asosdir. E'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat.